Assalamu alaikum qarindoshlarım, farzandlarim. Men bugun atdiganda birinchi qism xo'sh xabarni sizlarga bergan. Atdiganda bergan xo'sh xabarimda men cho'qim hammani so'zlab tugutishim kerak edi. Xo'sh xabarni yomon jiddiy sizlarga yetkazish uchun nurg'un so'zlarim, nurg'un mush bugungi xo'sh xabarning maydonga kelish uchun xizmat ko'rsatgan qahramonlarimning ismi qilib qolganligi uchun men mushlag'imi Amerika davlat ishlar kotibi Pompeo efendimga rahmat bilan birga mushlarni harakatga keltirib dunyoni ishondirgan o'zining ko'z yoshi bilan ota-onalarining ashada o'ltirilishi bilan tuqqanlarning turmuga tashlanib o'ltirilishini mushundaq tahdid va amaliy ishlarni boshdan kechirib oxiriga chekinmagan qahramonlarimizga rahmat aytaman. Bugun bizning bu butun dunyoga davlat ishlar kotibi Pompeo efendimning e'lon qilgan irqiy qirg'inchilik degan bu xabari butun dunyoni o'rnidan turg'izibdi xalqim. Butun dunyo bu degan kichik gap emas, o'rnidan turdi. Uning uchun qanday sabablar bo'ldi? Nurg'un odamlar badal to'ladi. Bir qism odamlar badal to'lab, da'vo qilib, "Osh xalqimni qutuldirsam" dedi. Bir qism odamlar mushuningdan fursatdan foydalanib, shuhrat elib, pul tep hashlasam, chiqib olsam dedi. Lekin dunyo haqiqat ustida. Biz haqiqatni ko'ra olamiz. Xalq haqiqatni ko'ra oladi. Qarindoshlar, tayyaga hayya bo'lib, igi bo'ladiganlar emas. Bu kimlar? Danglar. Men shuni aytmanki, mush bugünkidek e'lonning chiqishi, qonunning ma'qullashi va barliq siyosiy ishlarimizning kun tartibga kelib dunyoning o'z o'rnidan qo'pishiga butun dunyodagi jurnalistlarga rahmat aytaman. Mushu qahramon jurnalistlar qo'rqmay vatanga berib, osh ahvollarni egallab, ham Germaniyadagi, Avstraliyadagi barliq reporterlarga rahmat aytaman. Shuning bilan birga shu reporterlarni ta'minlagan, shu jurnalistlarning o'rnidan turg'izgan Oqsuluq Zumrat Davud degan lagerda yetib chiqqan qizimizning kech-kunduz bir mo'chan iqtisod manfaati ya Amerika hukumatidan ya boshqa tashkilotlardan olanmasimi? Olmasimi? Vatansuyar xalqimizning oz to'la yordamini oldi. Bak oz shunda bo'lsimi? Bekaga qiynalsimi? Qarz olsunmu? Kech kunduz ushurlarni yig'ib, o'zining beshidan kechirgan kechirmishlikni dadangni o'ltiramiz. Mani dema desimi? Mushuni so'zlab butun dunyo jurnalistlarini Amerika siyosatchilarini o'rnidan qo'zg'agan Zumrat Davud qizimizga rahmat aytamiz. Yana Mehrigul Tursun qizimizga ash lagerda yetib beshidan kechirganlarini aytib, butun Amerika kongressida guvohlikdan o'tib, butun dunyoga jurnalistlarga so'zlab, bugünkidek mushundaq bir qonunning ma'qullashi va mushundaq bir bayonotning e'lon qilinishi, mushundaq bir siyosatning o'tirg'i chiqishga ko'rik solgan hozir hech kim uqolmayotgan vaqtda vatanning ichidagi lagerning ichidagi voqealarni teshiga ochgan Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, O'rta Osiyodan kelgan Bahargul kech-kunduz hech kimlar chiqmagan vaqtda shu anglatgan. U shu vaqt dastlabki vaqtlarda butun jurnalistlarni qo'zg'agan. Turkiyadan keyin bu Fransiyaga keldi. Bahargul qizimiz yaqinda Uyg'ur Amerika Project akagan Tursunay qizimiz shuningdek Fransiyada lagerdan Fransiyaning prezidentlari orlashib oil tabobatları yığılab yürüp, xotinini açıqqan qahraman yoldaşı, ailesi aş ayalını lagerdan qutuldurup çıqqandan keyin beşini işiga tiqib oturup Fransiya reporterleri bilan birleşip özünün lagerda ko'rgan kitobini yezib chiqib, butun dunyoni qo'zg'agan Gulbahar Fransiyadagi qizimizga va mushunda qizlarni aşadan akilib, yo'lmangan radioda ishlagan Gulchehra qizimizga va Kishilik huquq projekt Uyg'ur Amerika uyushmasidagilarga rahmat. Mushu qahramonlarimizning amaliy ishga yordam qilmagan bo'lsa, amaliy ishga guvohlikdan o'tmagan bo'lsa, mushlar haqni ko'zi bilan ko'rib chiqqanni yig'lab turib jurnalistlarga so'zlamagan bo'lsa,
bu narsalarni butunlay əminləşib ketişi natayimdir. Xuddi ayni vaqtda mən 6 yil turmada yetib chiqib, bütün dünyaya yetib chiqqan vaqalarimni Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Amerika Kongresi'da, Tashqi ishlar ministrida ve jurnalistlarga mushundaq bir millat, mushundaq ko'milib qolgan, mushundaq bir millat, mushundaq etnik qirg'inchilik qilayotgan deb, mushundaq bir o'chum siyosatlarni yetaklab o'tirg'a ochqandek, buni dal mushundaq o'zi aynan ahvolni ko'rib chiqqan odamlar demasa, bu xalqaroni qoyil qilish mumkin emas. O chiqiblan bir yerda keliblan bunda deb qo'yganga unimaydi xalqara. Endi mushularning amgikidan foydalanib tashkilotlar o'zining ishini harakatga motorini ish qila oladi. Tashkilotlarning motori mushundaq amaliy paketlar bilan tashkilot bo'lalaydi, Amerikada hukumatidan pul olalaydi va kongressdan pul olalaydi, anididan pul olaydi. Agar mushundaq amaliy paketlar bo'lmasa, mushundaq guvohlikdan o'tgan odamlar chiqmasa, bu tashkilotlarning gapiga ular ishonmaydi. Shuning uchun biz oldi bilan mushu 5 qizimizga, bo'lib mushuning ichida Zumrat Davud qizimizga men bak rahmat aytaman. Keçisi qopsam, keçisi uçur toplavatkan, gündüz qopsam, gündüzü sözlavatkan, bir gün şu kızının bikaqağa vaxtını mən görmedim. Mən muşunda qahraman qızlarımızga, muşunda qızlarımızı yetekligen, muşunda qızlarımızga xabar vergen ve hükümet bilen muşlarını ulaştırgan Gülçehreh kızımız, Uyghur Kişilik Hukuk Project, Uyghur Amerika uyuşmazlıklarga mən yanılı əmgekinlərə təqdir verirəm. Mən muş bugünkü Başkat Pompeyonun elan qılğan partlaş karakterli xabarının asası kahramanlarını bayatın dep ülgürenmedim, işçiksizlerge haber kılaydı. Hazır muşununla rahmet etiş bilen birge bu kahramanlarımızı biz tarihte herkes unutmayız. Biz tarihte lager azat boğanda, turma azat boğanda, ezan kulluktan halkımız azat boğa vaxtıda, vatanımız kolumuzga kelgan vaxtıda bulağa biz şeref birimiz ve halkımız rahmet etdi. Hem muşundaq kunlarda lagerda getib özünün qini bilen, jini bilen, jig'izarisi bilen dünya Uyghur davasını, vatanımızın davasını kun tartibga akirgan qahramonlarimizga, şehitlerimizga rahmet etmen, ta'ziya bildiraman. Xalq bugun sizlar bilan 2 qitib suhbat o'tkazib qo'ydim. Rahmat sizlarga. Hammanglarga oxirida bir narsani aytaman. Turkiyada bir balamiz qo'lga ilinibdi. Tutib bo'g'ich araliqda saqchilar seni chinga berimiz debdi. Ma yaqinda nurg'un xabarlar taqilyotdi. Balkim yolg'ondi. Yolg'on bo'lsin bu, mushning oldini olish uchun bugun mush qo'lga ilingan balamizni darhol Turkiyadagi hamma tashkilotlar, Sharq Turkiston majlisi, Ma'arif, Olmalar jamiyati, Üstü birlikdaymiz, surgun dokumentdaymiz. O'rninglardan turib mabalni masalasini surishtirib baqinglar. Rahmat sizlarga.